Yağımız hazırlayıp tomosha billar. Nasip bo'lsa 70 metr bo'lgan joyimizda 50 ga 30 qilib quyib chiqyapmiz. Hozir yarim bo'ldi. Nasip bo'lsa bugungi sanamiz 18-aprel 2025-yil. Mana kecha quyib ketgandik. Yarim qism bo'ldi. Hozir yarmini palavkalar o'rnatib quyamiz. Yine 50 balalik 30 quyildi standart hammasi. Shogird bos. Mana kecha quyilganlar qurib bo'lgan. Bu qismimizga palavka o'rnatib chiqdik hozir. Bir tonna sement ishlatdik. Hozir 30 metr, 32 metr joyga. Hozir yana stiyashga o'sha shketurka ishlar bor. Yana 2 tonna sement aytilgan, 3 tonna olib aytganmiz. Mana shu beton va o'sha shketurka stiyashga ishlar. Havo juda ham zo'r, yomg'ir havo bo'lgan. Ishlaydigan chotka havo bo'lgan. Nasib bo'lsa bu harakat qilamiz maksimalni. Mana hozir 11:30 bo'ldi. Qurib zagatopkalar qilib bo'ldik. Endi quyish jarayonini boshlaymiz. Bir kunga quyib ketganmiz kecha mana shu qurib palavkalarni. Hozir bu yoqlarini ham qo'ydik nasib bo'lsa. Mana bu qismimiz podval bo'lar ekan bu. Qozdirishgan buni. To'liq yonboshi bir 10 sm qolgan. Stiyashga bo'ladi, shketurka bo'ladi, ichki qismlar shketurka bo'ladi, stiyashga bo'ladi. Hol yana qoziladi, chalashi bor ekan. 8 armaturadan qo'ydik va 12 lik qo'shimcha mana yorug' joylari 2 ta tayladik, tepaga 2 ta. Mana bu ham yorilgan. Mana ko'chadan ariq o'tgan hisobiga bu fasadga berib, cho'kib o'sha yorilib bo'lgan. Hozir qolgan joyga uncha katta yorug' yo'q. Asosiy mana bu yerga bor, keyin bu tarafga bor. Ikkita joyga yorug' bor. Mana bu ham juda ham yorilgan, ko'chaga qarab cho'kkan bu. O'shaning uchun qayta quyib chiqamiz biz. Bu oldin qo'yilgan, 1 yil, 1,5 yil oldin qo'yilgan. Mana bu ham yorilib ketgan. Shu karkas to'qib 8 likdan 12 likdan mana bunday o'tkazib yubordik. 2 metr qo'y. Zagatopkalarni ham qilib bo'ldik, hozir quyish jarayonini boshlaymiz. Bunlara boqim 9 ta shag'al, keyin 5 xalta 250 kg sement qo'shamiz. Narxlar keladigan bo'lsak, metrajga 60-65 mingdan quyilyapti. Tepa baland bo'lgani uchun. Pastki qismi bo'lsa, sal udobni bo'ladi. Bu yoqqa ishlash sal qiyinroq. Palavka o'rnash qiyinroq. Taxta palavkani tanladik. O'sha suvni tezroq tushmaydi, ham yomg'irga qolib ketmaydi. Qurish jarayoni tezlashadi. Temir bo'lsa suv turaveradi o'zi. Romantik YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar azizlar. Instagramga ham chiqarib boramiz. Har kunlik svej videolar. Rahmat barchaga, sog' bo'linglar. Jarayonlarni ko'rsatib boramiz. Kasbi tumanida, Qashqadaryo viloyati Kasbi tumanida. Yangi Do'stlik mahallasida shu joyimiz. Tepa qismi to'liq vodinnaga olib kelinyapti mana. Yelkalar tortilgan. 30 cm, 50 ga 30. Mana bu yerlarga o'sha yetmay qoldi. Uyda razmeri kattaroq, palavkamiz kichkina ekan. Shu narsa qo'yib o'tib ketamiz. Sog' bo'linglar. Rahmat.